Men biroz bemor bo'lib qolgan vaqtimda deydilar, Sa'd ibn Abi Waqqos payg'ambarimiz alayhisalom meni ziyoratimga keldilar deydilar. Umrim oxirlab qolganga o'xshaydi, ey Allohning rasuli. Bitta dona qizim bor, meros oladigan. Shu qolgan mol dunyoyimni hammasini men sadaqa qilib yubormoqchiman. Nima deysiz deb maslahat qildilar. Payg'ambarimiz alayhisalom yo'q, unaqa qilmagin dedilar. Hammasini berib yuboradigan bo'lsang, infoq qiladigan bo'lsang, bu ko'plik qiladi dedilar. Mana e'tibor beraylik, ko'plik qiladi deyaptilar payg'ambar alayhisalom. Yo'q, unday qilma deyaptilar. Bo'lmasa yarmini qilaymi? Yo'q, yarmi ham ko'p dedilar. 3dan 1ni beraymi? Agar shunaqa qiladigan bo'lsang, mayli dedilar. Bollaringni och nahor o'zingdan keyin qoldirganingdan ko'ra, ularni qo'llarida sarmoya bilan, ularni qo'llarida davlat bilan qoldirganing ma'qulroq. Sendan keyin tilanchilik qilib yurganlardan ko'ra yaxshiroq dedilar. Agarda kambag'allikka dinimiz targ'ib qilganda edi, bu so'zlar aytilmasdi. Bervorurdilar, deydilar payg'ambar alayhisalom. Hech narsa qilmaydi, kunini o'tkazib oladi bollarining deydilar. Unday demadilar. Dinimiz boy badavlat bo'lishlikdan qaytarmaydi. Faqat kelayotgan pul qaysi joydan kelayotganligiga e'tibor qaratishlikka buyuradi.